Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solasizlar. G'azbi texchili besilmagan Mirza Ulug'bek peshin namozni o'qib bo'lib Ko'ksaroyga kirgandan keyin ochiqni chiqiradigan yer topolmay bo'g'ilib qolgan edi. Onunğa təsəlli beriş üçün ağzı içishga petinamagan əmirlər beshini ko'tarishga jur'at qilolmay yerga qarab o'tiratdi. İcazət berilmagachga Ko'ksaroydan chiqib ketishga texi petinolmaydi. Ma'lum bo'g'ay. Hudaychi Bekning ovozi timtasliqqa cho'mgan shohnishinda to'limi jarangliq anglandi. Tagsiz xayollarga asir bo'lib o'tirgan amirlar cho'chib beshini ko'tardi. Mirza Ulug'bek so'zlar deganini qilib Hudaychi Bekka qaradi. Qashqar amiri Pirhoji Muhammad shoyasi huzuridan jiddiy ma'lumot keldi. Sarkarda Mirza Sotiqxon janoblari Qashqarlik Qoraqul Ahmad Mirza tarafidan qaslab o'ldirilibdi. Amirlar yo'q etib Mirza Ulug'bekka qaradi. Ma'lumot xonni cho'chitib o'tgan edi. Hudaychi ma'lumotni ishga qo'llab xonga sundi. Ma'lumotni o'qiyotgan Mirza Ulug'bekning qo'shinlari turilib ketib boradi. Qoraqul Ahmad Mirzaning ismini olgan Mirza Xo'ja Sharif Qashqarining chiroyi tatirib ketgan edi. "Bab, hazrati, inimning qon qisosini elib bergaylar." Amirlar orasidan yugurib chiqqan Samarqand shahrining hokimi Miran Shoh Do'rg'a o'zini topsig'i tashlab, o'kirib yig'lavatdi. "Balog'i savir, qazog'i rizo", dedi Mirza Ulug'bek imkon bor o'zini tutib olib. "O'rinlardan tursizlar, Do'rg'a begim. Al-hukmi lillah." Mirza Ulug'bek amirlarga yuzlandi. "Sarkarda Sotiqxon sadoqatman, istidodliq amrimiz ardi. Qazoyi qadar yurak bag'rimizni tilib tashladi. Marhum Sarkardaning ruhi uchun o'rda nazr-chiroq o'tkazgay. Saltanatimizni ko'rsatgan ajr to'hfasi uchun Toshqo'rg'on qabristonligida katta maqbara yasalg'ay. Oila tavobatlariga ming patmon yer nafiqa hisobida berilgan. Adolat panohimizning himmatiga tasanno", deyishdi amirlar. Amir Pirhoji Muhammad shoyasida ul qotilni tutib bizning jazolashimiz uchun dargohimizga avatibdi, dedi Mirza Ulug'bek. "Ul badrakni darhol oldimga keltiringlar." "Enimning o'limida Pirhoji Muhammad shoyasidaning qo'li bor oliylari", dedi Miran Shoh Do'rg'a. "Enim Qashqarga borgandan keyin ul amir Qashqardagi ra'iyatga sultoninglarni o'ltirgan qotil keldi deb fitna tarqitib, ko'p dishvorchiliklar keltirgan ekan. Bu haqda enimning yo'llagan arz ma'lumotlaridan xabarlari bor. Bu ishni obdonroq tahqiqlab bergaylar oliylari." Badrak degan so'z yomonlik qiluvchi, buzg'unchi degan ma'noda bo'ladi ekan. Izohat shundoq debdi. "Do'rg'a begim, zinhor badgumanda bo'lmag'aylar. Albatta bu voqeaning tegi-taktini aniqlab taftish qilg'aymiz. Sabr qilsinlar." Shu asnoda Yosavulloh putqulga kishan selingan Qoraqul Ahmad Mirzani Ko'ksaroyga elib kirdi. Mirza Ulug'bek sarkardisini o'ltirishga petingan gunohkorga g'azab bilan nazar tashladi. Ko'ksaroyning bo'sug'i ustida turgan Qoraqul Ahmad Mirza yerib holidan ketgan bo'lsin, qaddini ruslashga tirishib, Mirza Ulug'bekning ko'ziga mag'rur tikildi. U o'zini oqlamadi. Tizlanib bir qo'shiq qiyinini tilimadi. Qoraqul Ahmad Mirzaning ko'zi tuyuqsiz Xo'ja Sharif Qashqarining ko'zi bilan uchrashib qoldi. Qoraqul Ahmad Mirzaning ko'zlaridan kuchli masxara, yaratmaslik, g'oliblik, g'urur balqiydi. Tatirib ketgan Xo'ja Sharif ko'zlarini ochdi. Sezlarli titrab, kirpidak tugilib oldi. Qoraqul Ahmad Mirzaning chiroyidagi masxaralik kulkini ko'rib, Mirza Ulug'bekning o'g'isi qaynadi. Aslida uning Qashqardan olib kelingan bu qotilni so'roq qilish xayoli bor edi. Shu daqiqada atiganki g'azbi bilan hozirgi nafrati qo'shilib, ko'ngliga pukkan o'y xayollarni kildek to'zitib o'tgan, topinidan kirgan bir g'azab mengisiga tepgan edi. "Bir g'azab!" deb to'g'ladi Mirza Ulug'bek.
Labbay on hazratim. Ol badrakni elib chiqib darhol ikki parcha qilib tashlanglar. Jallatlar Qaraqul Ahmad Mirzani qo'ltiqdan tutquncha doqirtib so'rab elib chiqib ketdi. Kayfchi mishildab yig'layotgan Miranshah Dorg'a oldiga bir qadam chiqib qo'l bog'ladi. Mumkin bo'lsa ul to'ng'izning tenini o'z qo'lim bilan ikki parcha qilib tashlasam odiydir. Ijozat, dedi Mirza Ulug'bek. Qattiq qo'rqib ketgan Xo'ja Sharif Qashqari jon qayg'usida qilib Mirza Ulug'bekdan uzun mazgil sadoqatmanlik bilan xizmat qilgan, o'z vaqtida Said Ahmad Mirzani qo'g'lab chiqarib, Qashqarni Mirza Ulug'bekka taqdim qilishda xizmat ko'rsatgan bu bahodir sarkarjisini bir qo'shiq qinini tilashga petinolmadi. Turpan kuz shapsi amdili kelishga boshlagan bo'lsa-mu, texi osh vaqti bo'lmayla shahar to'nurdek qizib ketgan edi. Chadog'isiz tinchiq havo sirtqa chiqqan kishining demini siqatdi. Yiroqdan qaragan kishiga yolqintoq xuddi ko'ygandek ko'rinadi. Oq qor bilan purkangan bug'doy cho'qqisining sovuq havosi bu o'ymonliqqa faqat ta'sirini ko'rsatmagan edi. Quyosh barliq nurlarini faqat mushu cho'nqurliqli chechiyotgandek to'yg'i beradi. Xuddi bir tal cho'g' tashlasa, butkul shaharga gurrida o't ketadigandek. Buning aksicha Shohnishin to'liq salqin edi. O'rda ichiga iqib kirgan muzdek qori suvlari Shohnishinning o'ttirsidagi marmar ko'lchakka mis-mo'kash bilan boshlangan bo'lib, ko'lchakning o'ttirisi va atrofidan odam bo'yi egizlikda chachrab chiqqan fontan havo tanshigishning rolini o'ynab, bu katta saroyning ichini boshqacha salqinlatgan edi. Bugun atiganlik qo'bilga chiqqan, amdil 12 yoshdan oshgan Sulton Esanbug'oxonning o'ruq, vejik gavdasi yo'lbos terisi selingan shohona taxtga cho'kib ketgan bo'lib, putlari yerga tegmay qolgan edi. Taxtda o'tirgan bir necha oydan beri saltanat yo'sinlarini xeyli obdan o'rganib qolgan bu bola sulton farmon kutib qo'l bog'lab turishgan amirlarga takshi qurayotgandan keyin o'tirishga ijozat berdi. Ijozat, joy olsunlar. Amirlar mansab martabasi bo'yicha o'z joylarida o'tirishdi. Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bir oydan beri og'rib o'rin tutib yetib qolg'achqa taxtning tuvan tarafiga qo'yilgan kursi bo'sh edi. Uning yeniga yana bir kursi qo'yilgan bo'lib, Saydali olib osh kursida o'tiradi. Usullik keltirsinlar. Sulton Esanbug'oxonning farmoni bilan o'rda Bekavul amri mahramlarni sharbat keltirishga buyurdi. Mahramlar Esanbug'oxon bilan Saydali olibga oltin jamda, boshqa amirlarga qo'shtashi jamda sharbat tutdi. Qarizga chilab saqlangan sharbatlar muzdek sovuq edi. Sharbatni ichib usulga qanmagan amirlar ta'magarlik bilan tillarini tamshtishdi. Esanbug'oxon har kuni mush vaqtda rasmiyat uchun bir vaqt o'rniga chiqib qo'yadi. Saltanatning qolgan ishlarini Saydali olib bajaradi. Namda Esanbug'oxon sulton bo'lgan bilan huquq Saydali olibning qo'lida edi. Ma'lumot bo'lsa aytinglar, bo'lmasa yeninglar, dedi Esanbug'oxon. Amirlar ko'zlarini Saydali olibga tikdi. Chunki Saydali olib o'rnidan turmasa, hech kim qo'zg'alanmaydi. Xon oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Saydali olib das o'rnidan turib. Bu yil yoz va yozda yomg'ir yeshin ko'p yig'ib, bul hududligimizning ob-havosi obdan bo'lib bagashga, zar-ziroatlar yaxshi o'xshadi. Dehqonlar xomanlarini asosan ek bo'ldi. Boshliq mahkamasining ma'lumotidan qaraganda, har qaysi viloyatlar avomdan yig'ib olishga tegishli xalli paroqlarni to'liq yig'ib bo'pti. Yozning Yorkent amirining xon oshliqqa xiyonat qilish masalasi bir yoqlik qilingandan beri bundaq masala boshqa viloyatlarda bayqalmadi. Xon oshliqi yillardagidan ko'p yig'ildi. Omborlarimizda oziq-tulik zapisi xeyli ko'paydi. Bu fursatni g'animat bilib, qo'limizdan ketib qolganiga 14 yil bo'lgan ota-bovlarimizning qadim taxtigohi bo'lmish Qashqar shahrini qaytirib olg'aymiz.
elim ko'p sukut qildik. Mavara unnahir hukmdori Mirza Ulug'bekning insof qiladigan alfozi yo'q. Bu katta shahar tasarrufimizdan mushundaqli chiqib ketsa, biz uchun nohaqchilik va or-nomus bo'lg'usidir. Jannat makon marhum Sultan Uvaysxon oliylarining pok ruhlarimi bizni ayblagisidir. Muhtaram xon oliylarining Qashqarga lashkar tortishimizga ijozat berishlarini so'raymiz. Eson-Bug'a xon Said Ali Olibning har qanday talabini rad qilmaydi. Shu sababdan Said Ali Olib ko'ngliga pukkan har qanday ishning tayyorligini puxta bitirib bo'lib, ondan xonga iltimos qiladi. Taxtga yo'linib o'tirgan Eson-Bug'a xon qaddini ruslab so'radi. "Bu lashkariy yurishning hozirliklari bitganmidi, amir janoblari?" "Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Hozirliklarimiz asosan bitib qoldi." "Yaxshi bo'pti. Undaqda menmi amir janoblari bilan birga Qashqarga lashkar tortay. Shu bahonada ota-bovlarimizning taxtigohi bo'lmish ul shaharni ko'rib kelay." Lashkariy yurishning jafosini, xayim xatirini ancha bilib ketmaydigan Sulton Eson-Bug'a xon bolalarcha qiziqish bilan Qashqarga berishni xohlab qolgan edi. Xonning bunday javob berishni xiyoliga keltirmagan Said Ali Olib bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin javob berdi. "Qiblagohimning Qashqar yurishiga o'z bevosita qatnashishini ixtiyor qilgani to'limi bilan ish albatta. Oliylari bu lashkariy yurishda billa bo'lsa, sarkarda lashkarlarimizning jasorati urg'ib, kuchiga kuch qo'shiladi. Qashqarni elish ishonchimiz texmi oshadi. Biroq buyuk saltanatimizning taxtigohi qaroqsiz bo'sh qolsa yaxshi bo'lmas. Uning ustiga lashkariy yurishning mushaqqatimi hali ham bor. Shul boisdan on hazratimning yanada o'rnidan chiqmay, bizning bu lashkariy yurishimizga rahnamo bo'lib berishlarini tovanchilik bilan iltimos qilaman." Sulton Eson-Bug'a xon norozilik bilan do'msaydi. "Taxt bir necha goh bo'sh qolib qolsa hech nima bo'lmas." "O'g'o shundoq", dedi tanqislikda qolgan Said Ali Olib biroz turib olib. "Lekin taxt demaklik saltanat demaklikdir. Olam panoh posibonimizning taxtdan ayrilmag'ini afzaldir. Turkistonga ketgan oyg'oqchilarimizning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, sarkarda Irozon borim bilan Mirak turkmanlar Turkiston amiri Amir Shayx Nuriddin oliylarini kuch kiritib, tasarrufimizga lashkar tortib kelib, toji taxtga o'g'illar Xonzoda Yunusxon oliylarini o'ltirg'izish qasdida bo'lib yetibdimish. Navoda taxtning bo'sh qolganligini bilib qolsa, ularning bu g'arizi texim quturab qilishi ehtimolga to'limi yaqindir." Eson-Bug'a xon Said Ali Olibga gumon bilan tikildi. Chiroyidan yoki tashvishlanganligini, yoki ancha parvo qilib ketmaganligini bilgili bo'lmaydi. Turkiston chegarasini saqlashga sarkarda Po'lat Bahodirni bir tuman lashkar bilan avatgan emasmidik? Navoda ular tasarrufimizga qadam besishga petinsa, Po'lat Bahodir bir tuman lashkar bilan ularning oldini to'sib qolur. Shundaqdimi kutilmagan ahvolning yuz berib qolishining oldini olish uchun ehtiyotchan bo'lganimiz afzal oliylari. Shunlashqa ostondan ayrilmasliklarini tavsiya qilaman." Said Ali Olib amirlarga qarab ko'zini qisib qo'ydi. Uning maqsadini tushungan amirlar Eson-Bug'a xonga iltijo qilishga boshladi. "Ori, arkoni davlat Said Ali Olib hazratlarining tavsiyasi o'rinli. O'rnidan ayrilmag'aylar oliylari. Toji taxtda o'ltirib, lashkariy yurishga rahnamo bo'lg'aylar." Said Ali Olibning gumoni o'rinsiz emas edi. Xonish davlat sulton malika bilan Xonzoda Yunusxonni elib Turkistonga ketgan sarkarda Irozon borim bilan Mirak turkmanlarning Amir Shayx Nuriddinni Turponga lashkar tortib kelib, taxtga Xonzoda Yunusxonni o'ltirg'izishga hadab kuch kiritganligi haqida oyg'oqchilar ma'lumot olib kelgan edi. Amir Shayx Nuriddinni lashkar tortib kelmaydi degil bo'lmaydi. Uning sizmo Navoda Sulton Eson-Bug'a xon Qashqarga qiladigan lashkariy yurishga birga chiqib qolsa, Said Ali Olibning zimmasidagi mas'uliyat texnik kuchayib ketadi. Jang qilayotgan mezgilda Eson-Bug'a xon o'z beshimchilik qilib, buyruq tushirib, avorchilik tepib berishi mumkin edi.
Onun ustiga Saydali olib billa elib olgan bu bola sultandan cho'ng kichik ishlardan farmon elib turmasa bo'lmaydi. Saydali olib uchun tumanlagan lashkarlarni boshqarishdan billa safarga chiqqan xonning holidan xabar elish to'liq tasga tushadi. Shunga u Esonbug'a xonning Qashqarga billa yurish qilishini to'sib atadi. Bo'pti, dedi amirlarning iltijosini anglab, irodasi bo'shashgan Esonbug'a xon ko'ngli yerim bo'lgan holda. Afsus, Qashqarga bakmi borg'im bor edi. Allah xolisa ul ag'yorlarimizni qo'g'lab chiqargandan keyin Qashqarni ko'zdan kechirib kelganlar oliylari, dedi Saydali olib yengil nafas elib. Ko'nglida ancha qoyil bo'lmagan Esonbug'a xon indamadi. Saydali olib amirlarga yuzlandi. Amir Supurgi Mirzo, labbay, dedi choch soqollari qordek oqargan biroz mo'kchiyib qolgan Supurgi Mirzo bir qadam oldiga chiqib. Janoblari Qumulga qaytmay, biz Qashqar yurishdan qaytib kelguncha xon oliylari hamdamda bo'lib ostonada turg'aylar. Bosh ustiga hamma ishlarni oldin ola planlagan Saydali olib bu sadoqat bilan peshqadam amirni Qumuldan o'rniga chaqirtib kelgan edi. Alam va qalam mahorati kamolatga yetgan tadbirli Supurgi Mirzoning bolalarcha qo'y mijozini tashlamagan Banglash Esonbug'a xonni tizginlab, yuz berish ehtimoli bo'lgan tasodifiy ahvollarga taqobil tura oladiganligiga ishonadi. Qashqarga yurish qismi xondan va o'rdadan xotirjam bo'la oladi. Ular oldingi kuni bu to'g'riliq maslahatlashib olgan edi. Saydali olib o'z bilan birga Qashqar yurishiga mangdigan sarkarda sarvozlarga darhol safar tayyorligi ko'rishni, xolisa xotin bolalarini birga elvosi bo'lganligini jakarlagandan keyin qolgan amir baglarga Amir Supurgi Mirzoning buyrug'iga shartsiz bo'ysunib, o'rda ishlarini yaxshi ishlashni alohida chekiladi. On hazratimning yana qandoq farmoni borkin? Dedi hamma ishlarni bir qo'r o'rinlashtirib bo'lgan Saydali olib taxtda bahramon o'tirgan Esonbug'a xonga qarab. Qaysi kuni yo'lga chiqishni o'ylashdilar, amir? So'radi Esonbug'a xon. O'ginlikka kunga juma. Qibligohimiz ijozat bersa, juma namozini oliylar bilan birga o'qib olib, ondan yo'lga chiqaylimikin deyman. Amisi shundoq bo'lsin. Esonbug'a xon gap tugidi deganni qilib o'rnidan turdi. Qibligohimizning oltin bo'ylari omon bo'lg'ay, dedi durrida o'rinlaridan turishgan amirlar xonni uzitib. Endi har qaysilarimi qaytisdilar, janob amirlar, dedi Saydali olib Esonbug'a xon chiqib ketgandan keyin. Saydali olib qiynonisi Sulton xotinning huzuridan yenib chiqqanda Turpan shahriga tun pardasi butunlay yeyilgan edi. Sulton xotun Yilmo Uchko'rik mahallasidagi ko'ni qasrida turib o'tadi. Garchi qiyirib chochlari butunlay oqirib ketgan bo'lsa, yana teman edi. Ko'zining atrofi javg'aylarga tushgan qo'riqlarni hisobga olmaganda juvon vaqtidagi latofatini yo'qotmagan edi. O'g'li Uvaysxon vafot bo'lgandan keyin yana pat-pat o'rdaga kiradigan, navrisi Sulton Esonbug'a xonga saltanat ishlariga doir tarbiya qiladigan, yo'l ko'rsatadigan bo'lib qolgan edi. Navrisni Saydali olibning gapini anglashqa, sizg'an siziqidan chiqmaslikqa ogohlantiradi. Saydali olibmi bu bola sultonni o'z farzandida ko'rib, saltanat ishlarini, yurtparchilik tizginini tutishni o'rgatishni chekilib turadi. Saydali olib bugun qaynonasining qishig'a Qashqarga yurish qilmoqchi bo'lganligini, o'rda ishlarini Qumul amiri Supurgi Mirzoga topshirganligini ma'lum qilgach, qaynonasining pat-pat o'rdaga kirib, saltanat ishlariga ko'z quloq bo'lib turishini topilg'ili hamda uning bilan xo'shlashqili kirgan edi. O'rda ishlariga Supurgi Mirzoni muakkal qilib yaxshi qilibdilar, dedi Sulton xotun Saydali olibning so'zlarini olgandan keyin. Ol Qumul amri tadbirlik, to'limi sadoqatman vazirlardandir. Xon oliylari tex kichik, saltanat tizginini tutishni bilmaydi. Oldasqi kichik bola yaxshi deb, o'zlarining yo'qliklaridan yaxshi ko'rinish, yaqin hamdamchilardan bo'lib olish uchun
xonni o'yin tomoshiga malik qilib yomon o'gitib qo'yishi mumkin. Orada da xon aliylarining yanida supurgi mirzi bo'lsa, men xotirjam bo'laman. Vazirlar sadoqatman, diyonatli bo'lmasa, xon har qancha tadbirlik, istidodli bo'lsa-mu, saltanat ro'naq topolmaydi. Orada erkanlarning ittifoqligi hammadan muhim. Saltanatni bir odamga taqqoslasak, orada erkanlari va avam ul odam tinini tashkil qiluvchi 4 tadoning dal o'zidir. Ularning birinchisi Shamshar ahli, ya'ni sarkarda lashkarlardir. Bular ayni o'tga o'xshaydi. Ikkinchisi qalam ahli, ya'ni kitoblardir. Bular ayni havoga o'xshaydi. Uchinchisi muomala ahli, ya'ni savdogar hunarvarlardir. Bular ayni suvga o'xshaydi. To'rtinchisi ziroat ahli, ya'ni dehqonlardir. Bular ayni tuproqqa o'xshaydi. Odam badanidagi ul 4 tadoning biri yana biridan g'olib kelib, tangpungligi buzilsa, xuddi odamning mizoji buzilib kasalga mubtalo bo'lganidek, yuqorqi 4 toifalar o'rtasidagi munosabat buzilib, bir-biridan g'olib kelsa, saltanatning xaroblashiga yuzlanadi. Xon oliylarining ahli texi cho'lta, saltanat mizojini tangshab turishga farosati yetmaydi. Uni o'zlariga o'xshash farosat ahli boshlab turishi kerak. Gerçi yaratgan Allah egam söyüngen oğlumdan vaqtsiz ayırgan bolsumu, özlerdek yana bir oğluna nesip qıptı. Muşularını oylasam, yaratgan egamga 100 ming qatla şükür etime. Men özlerden tolma razı. Qashqarga lashkar tortishni niyat qilgan bolsalar, ah yo'lliq bolsalar. Allah egam g'alaba nusrat ato qilg'ay. O'zini elning o'g'lani saltanatning qo'riqchisi, nökeri hisoblagan bahodirlar uchun farz, vojib, sunnatlarni ado qilgandan keyin bosh tortib bo'lmaydigan birdan bir vazifa el yurtning yuz obro'yini qo'g'dash, or nomusini yuyishdir. Har vaqtlik namozimda o'zlariga salomatlik va nusrat tilayman o'g'lim. Sultan Hatun miyangishga tamshalgan Saydali olibni to'xtatib olib, Patmosda bir jut paypoq bilan bir ko'nglik ko'tarib chiqdi. Sultan Hatun miyangishga tamshalgan Saydali olibni to'xtatib olib, Patmosda bir jut paypoq bilan bir ko'nglik ko'tarib chiqdi. Yovut o'gining yungida to'qilgan paypoq bilan ko'nglik ham yumshoq, ham sipta edi. Buni Sultan Hatun Yovut o'gining yungida o'z qo'li bilan yeb egirib to'qib chiqqan edi. U ilgari marhum o'g'li Sultan Uvays xonga o'z qo'li bilan to'qigan mushundaq kiyimlarni sovg'a qiladi. Bu orqali o'g'lini hashamatchilikka berilmay, oddiy sodda yashashga ogohlantiradi. Oddiy bo'lsa-mu, bu ko'nglik bilan paypoqni kiyib olslar o'g'lim, dedi Sultan Hatun. Lashkariy yurishda ko'pincha oydalarda yetib qopishga to'g'ri keladi. Yomg'ir yesin, sovuqqa daldi bo'lsa ajab emas. Buzrukvarimning himmatiga ko'p rahmat, dedi Saydali olib minnatdorligini bildirib. Qaynonasi bilan xo'shlashib chiqqan Saydali olib, onasi bilan atigan xo'shlashishni ko'ngliga pukib, o'z qasriga qarab mangdi. Yo'l bo'yi marhum Sultan Uvaysxonni eslab, qalbi eg'ir hasratga to'ldi. U Sultan Uvaysxonni texchi unutmagan edi. Har qitim marhum xonni esiga olsa, Xonish davlat Sultan Malikining cho'ng xonzodini ilib Turkistonga ketganidan to'liq afsuslanadi. Bu ishlar uchun o'zini aybli hisoblaydi. Xuddi kechirgisiz gunoh o'tkazib qo'ygandek xijil bo'ladi. Ikki xonzodini sherik xon qilib taxtda o'ltirg'izmog'iga o'kinadi. O'z jamoatining manfaatini ko'zlab, shaxsiyatchilik, adolatsizlik, nomardlik qilganiga pushaymay yetdi.
Mərhum Sultan Üvəzxandan Xaniş Dövlət Sultan Məlikidən Xanzadə Yunusxandan g'oyibona afu so'raydi. U cho'ng Xanzadə Yunusxonni Turpanға qaytarib kelish uchun elchi avatganmi bo'ldi. Lekin elchilar quruq qo'l qaytib keldi. Xaniş Dövlət Sultan Malika elchilarga chiroyli muomala qilibdi. Hech kimni ayblamabdi, dodlamabdi. Qaynonasiga Saydali Olibga o'z Sultan Malikaga salom yo'llabdi. Qaytib kelgan elchilardan bu gaplarni olgan Saydali Olibning yuragi o'tda ko'ygandek o'rtandi. Nomusdan o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Ko'ngillarni yerim qilmasizlar. O'zlarini zinhor ayblamasizlar. Deb tasalli bergan edi qaynonasi Sultan Xotun Saydali Olibga. Menmo ul cho'ng navramga, kichik navramga o'xshashla mehrim bilan boqaman. O'g'limning nasli pushti deb ichimdan kuyman. Lekin nachora. Bir qozonda ikki kallani qaynatqili bo'lgan bilan bir taxtda ikki podshohni o'ltirg'izg'ili bo'lmas. Sherik podshohlik saltanatni xarob qilur. Zinhor ro'naq topqizmas. El yurtga osoyishlik emas. Bir ishni vujudga chiqarish, muvaffaqiyatga yuzlanishda tirishchanlik ko'rsatish bilan birga to'liq g'ayratga kelish, duch kelgan to'solg'ulardan ikkilanmay o'tish lozim. Mana bular fidokorlik maydonida qilingan shundoq bir baygiki, faqat jasorat kamarini beliga mahkam bog'lay olganlar bu baygini oxirigacha davomlashtira oladi va utuq qozona oladi. Ko'ngilchaklik saltanat ahli uchun nuqsondir. Ko'ngillarni ozoda tutsalar, yaratgan egam taqdir peshonasiga putgan bo'lsa, Navra Xonzoda Yunusxong'imi biror elning saltanati nasib bo'lib qolur. Qaynonasi bilan har qitim ham suhbatda bo'lganda Saydali Olib boshqacha kuch-g'ayratga, aql-farosatga to'latdi. Shunga saltanatning har qanday ishlarini yoshirmaydi, maslahatiga solatdi. Xonish Dövlət Sultan Malika bilan Xonzoda Yunusxon hozir qandoqroq turayotgandi. Elchilarga silliq sipoyi muomala qilgan bilan mendan qattiq ranjidi. Bo'libmi Xonish meni hargiz kechirmaydi. Turkistonda dastlab uchrashgan o'sha kunlar qandoq go'zal chog'lar edi. Taqdir degan ajoyib bo'ladi ekan. O'ylamagan qismatlar yuz berdi ekan. Odam bilib bilmay irodasiga xilof ishlarni qilishga majbur bo'ladi ekan. Tagsiz xayollar qaynimga asir bo'lgan Saydali Olib qasrning oldiga qandoq kelib qolganini bilolmay qoldi. Otni navkarlarga berib, ishkirki saroyga qarab mangdi. Harmag'ayla. Salomat keldingmi hazirdim? Saydali Olib xiyoldan bosh ko'tardi. Oldida tavazu bilan qo'l bog'lab turgan juvonga, texi bir oy burun nikohiga olgan kichik og'chisiga mehri bilan qaradi. Qomati tolchilikni eslatadigan, xo'marliq ko'zlari atrofidagi qosh kirpiklari to'kilib turadigan gul yuzlik bu juvon haqiqatan parizotdek go'zal edi. Uning visoliga yetgan bu bir oydan beri Saydali Olib o'zini qaytadan 20 yoshlik yigit holatiga qaytib qolgandek sezatdi. Shu topda kichik og'chisini ko'rish bilan tomirlardagi yigitlik qonlari qaynashga boshlagan edi. Lekin o'zini darhol tutib olib, hayajonini zo'rg'a bosdi. Sarayning to'ridagi cho'ng og'chisi Uz Sulton xonimning hujrasiga hurmat bilan nazar tashladi. Cho'ng og'chi hujrasidimi? So'radi Saydali Olib. O'zlarini saqlayotdi hazratim. Beshini egib turib adab bilan javob berdi kichik og'cha. Saydali Olib to'rdagi hujraga qarab mangdi. Harmag'ayla, dedi Uz Sulton xonim Saydali Olibni ko'rib xush tabassum bilan o'rnidan turib. Saydali Olib qatishpitga qo'shilib silangan ko'rpada o'tirdi. Hazratimning usul qitabi bormikin? Usumadim.
Xizani kichik ağacının o'jirsida rastlab qo'ygan, dedi Uz Sultan xonim. Saydali olib cho'ng ağacısıga mehri bilan qaradi. Xizani mashaga akirib bagay. O'zlar bilan birga g'izolangan ba. Malika Uz Sultan xonim qiyniq surgan chiroyli bodam qopqini bilinar-bilinmas so'zdi. Kichik ağacı ko'ngillarini ranjitib qo'ymagandu hazratim. Yo'qay. Onundan ko'ngillari sovib qoldimi ya? Saydali olib nima deb javob berishni bilmay o'ng'aysizlandi. Rost gap qilsa, Malika Uz Sulton xonimning ko'ngli ranjitdi. Yolg'on javob berishga tili bormaydi. Saydali olib gardinini qo'shlig'icha javob berdi. Bugun ko'nglim o'zlarini tortib, yolg'on gapni qamlashtiramagankin demayli qo'ysizlar, dedi Malika Uz Sulton xonim pising'ida kulib. Kishilar yangi ko'zning suyi so'g'uq deyishadigan, qizib turgan yuraklarni men sagitanmayman. Menga ishonsizlar, oldimidan ko'nglim rostila o'zlarini tortib. Kichik ağacın nikohlariga olganlariga endi 29 kun bo'ldi, dedi Uz Sulton xonim Saydali olibning so'zini bo'lib. Onun bilan to'liq 40 kunni o'tkazmay mening hujramga chiqib aslar, qasrdagilarning oldida sap turmasmi? Kichik ağacı qandoq yuzni ko'tarib yuradi? Yoki cho'ng ağacı chidamaslik qilib, hazratimni o'zining hujrasiga akirib olibdi degan fitnaga qolsin damlar meni. Qo'psizlar, hozir chiqib ketsinlar. Malika Uz Sulton xonim nozliq kulgunicha Saydali olibning to'gi tapindek yo'g'on alqanlaridan tutib topdi. Biroq Saydali olib chaqqonlik bilan Uz Sulton xonimni quchqida o'tirg'izib oldi. Meni qo'g'limizlar, dedi Saydali olib uni bag'riga besib turib. O'zlari deydigan gapim bor. Amis chaqqan deysizlar, dedi Uz Sulton Malika erining quchqidan chiqib ketishga yo'l qo'yib. O'gimdagi qashqargilashga tortadigan bo'ldim. Uz Sulton Malika tipirlashdan to'xtab, erining chiroyiga lappada qaradi. Rostmi? Rost. Jumadan yenib yo'lga chiqamiz. Qashqarga o'zlarini hamroh qilib borg'um bor. Malika Uz Sulton xonim Saydali olibning ko'ziga cheksiz bir mehr bilan qaradi. Shu topda bir oydan beri rashk azobida o'rtangan yuragi tatli bir hayajondan tipirlab o'tadi. Chin yuragidan suygan bu kishining o'zini yelim yaxshi ko'radiganligini his qilgan vujudi baxtiyorlikqa to'lgan edi. U bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin javob berdi. Shunchalik tortishganlarga rahmat hazratim. Mening hozir safar azobiga chidag'uchiligim yo'q. Uning ustiga yo'lda o'zlariga jafo sep qo'yaman. Eng yaxshisi kichik ağacını hamroh qilib olsizlar. U yosh bo'lgandan keyin jafoga chidaydi. Malika Uz Sulton xonimning Saydali olibdan bir daqiqami ayrilg'usi, jahonning u chetiga bosimi hamroh bo'lib birga bog'isi bor edi. Ammo ishq tuyg'usini yo'shirib, irodasiga xilof holda javob berib o'tadi. Har qanday jafolarni ko'tarishga roziman Malika, dedi Saydali olib hayajonlangan holda. Shu mushkul safarda o'zlarining hamroh bo'lishlarini to'liq orzu qiladi. Uning ustiga birer yilg'ich ko'rishamasligimiz mumkin. O'zlaridan bir yil emas, bir kun ayrilib yashashga taqatim yo'qdir. Saydali olib ayolining gap qilmay turganini ko'rib yana eg'iz ochdi. Faqat bo'lmasa kichik ağacını birga ilib olaydi. Xizmatlarini qildiganga odam lozimga tayinliq. Saydali olib bu gaplarni chin yurgidan chiqarib da'vatlatdi. Hayajonlangan Uz Sulton Malikaning ko'ziga g'ildi yosh keldi. Shundaqdimi chandirmaslik tirishib javob berdi. Mening o'zlaridan faqat ayrilg'im yo'q hazratim. Ammo kechirsizlar. Bu do'ram rostila hamroh bo'lolmayman. Uning ustiga kichik ağacı bilan ko'proq birga bo'lsa, farzandlik bo'lish orzuyimiz tezroq amalga oshib qolsa ajab emas. Saydali olib g'o'shida qopqini turdi. Men o'zlariga qachon farzand qalbis qildim Malika? Maslahatimga sanmay, unimg'inimga qo'ymay ul kichik ağacını elib berdilar. Mana endi tezroq bolliq bo'lsalar deb mendan o'zlarini qochirib atadilar. Bilib qo'ysizlar Malikam, bola bo'lmasa mayli, lekin o'zlar bo'lmasa bo'lmaydi.
Özler bulmaslı bulmaydı. O Sultan Melike boğuldap yığılıverdi. Onun bu yığısıda Seydali Alıp'ның özgərməz, çin muhabbetiga bo'lgan xushalliqimi to'y qilib tam mushkamgacha qo'saq ko'tarmaganligi uchun yuragini azoblab kelgan hasrat, nadomatmi bor edi. 14-15 yildan beri faqatla qo'saq ko'tarmagan Malika Sultan xonim oxir Seydali Alıp'ga kichik xotin elib berib bolaliq bo'lishni ko'ngliga pukkan, Seydali Alıp'ның qarshiligiga parvo qilmay nurg'un qizlar orasidan ashu qizni tanlab nikohlab qo'ygan edi. Sultan Malikaning yig'lig'ini ko'rib Seydali Alıp tamtirab qoldi. Yig'limislar Malikam, o'zlar yig'lislar yuragim tilinib ketadi ekan. Amisi gapimga ma'qul bo'lsizlar, dedi Sultan Malika o'ksib turib. Amisa o'zlarmi bugun meni hujurlardan qo'g'limg'aylar, dedi Seydali Alıp. Qattiq hayajonlangan Malika Sultan xonim Seydali Alıp'ning bo'yniga mahkam kirash soldi. Turkiston. Amir Shayx Nuriddin tanqisliqda qolgan edi. U kuyovli marhum Sultan Uvaysxon Qashqarni qaytarib olish bahonasida Andijonga lashkar tortib kelganida uningga har tarafdan hamdam bo'lib, Mirza Ulug'bekning tahlikasidan to'liq qutulib ketishni xiyol qilgan edi. O'ylamagan yerdan Sultan Uvaysxon qazo qilib, uning bu xiyoli ko'pikka aylandi. Ko'pikka aylandila emas, qaytadan g'amda, vahimada qoldi. Uningga Mirza Ulug'bekka itoat qilishdan bosh tortqili xeyli yillar bo'lgan. Bu mezgilda u Samarqand taxtigohiga avatishga tegishli o'lponlarni faqatla avatmagan edi. Nima sababdandir Mirza Ulug'bek uni o'lpon topshirishga oldiratmagan, hatto uning niyatini bilib beqish uchun elchini avatmagan edi. Gerçi Amir Shayx Nuriddin bu ishdan toza xotirjam bo'lolmagan, har zamon Mirza Ulug'bek saltanatidan ehtiyot qilib turgan bo'lsa, qo'shni el Mo'g'uliston sultoni bilan qiynatli kuyog'ulliq munosabatga ishonib, o'ziga tasalli berib, ko'nglini ovundirib kelgan edi. G'am qilgan ish oxiri yuz berdi. Mirza Ulug'bek sarkardasi Sotiqxonni bir tuman kishilik xillangan lashkar bilan Turkistonga avatdi. Elim yaxshi kuyog'ul Sultan Uvaysxon ham qiynatisiga bo'lishish, ham Mirza Ulug'bekdan Qashqarni qaytarib olish muddasida lashkar tortib kelib, Sotiqxonning oldini to'sib, qiynatisini urushning baloyofatidan vaqtli qutqizib qolgan edi. Navoda kuyog'ul Sultan Uvaysxon Mavara Nahir vodisini to'liq istilo qilolmasa, Andijonni tasarrufiga ola olgan bo'lsa, Mirza Ulug'bek hokimiyatidan keladigan vahimadan to'liq qutulib ketgan bo'ladi. Afsus, Amir Shayx Nuriddinning bu orzusi amalga oshmadi. Amalga oshmadi emas, kuyog'ining o'limi yuragidagi vahimani najjahassa oshirib etdi. Necha vaqtdan beri Mirza Ulug'bek kuyog'im Uvaysxondan ehtiyot qilib, itoatdan chiqqanimni surishti qilmagan bo'g'iydi. Endi hargiz qarab turmaydi. Sarkarlarni Turkistonga qaytadan lashkar tortishga buyurishi mumkin. Biroq kuyog'im qazo qilgan bilan navram bor. Navram degan cho'ng xonzoda. Cho'qim ota taxtiga varislik qiladi. Mo'g'uliston saltanatiga sulton bo'ladi. Navoda yaxshi kunning yomoni bo'lib, Mirza Ulug'bekning sarkarda lashkarlari kelib qolsa, navram Yunusxon qarab turmaydi. Qizim Davlat Sulton Malika uningga darhol sarkarda lashkar avatib, buvangni yovning tahlikasidan qutuldir deydi. Shundoq, Amir Shayx Nuriddinning qalbidagi umid shomi butunlay o'chmagan edi. Navrisi Yunusxon uning qalbidagi o'sha umid shomini ojiz pilildatib turardi. Qizi Davlat Sulton Malikaning qarab turmaydiganligiga, o'ziga hamdamda bo'lganligiga ishonardi. Qalbining bir yerlarida kichikina Turkiston elining emas, navrisi taxtda o'tirgan Büyük Moğoliston saltanatining xaqoni bo'lish ham xiyoli bor edi. Chunki navrisining o'ziga itoat qilishini, o'zini buyuk xaqon deb e'tirof qilishni orzu qiladi. Kutmaganda inisi Irazon borim bilan sarkardasi Mirak Turkmanning qizi Davlat Sulton Xonish bilan navrisi Yunusxonni elib Turkistonga qaytib kelishi uning bu she'rini tushunib butun
Kutmaganda inisi İrazan Barın bilan sərkərdisi Mirək Türkmenning qizi Dövlət Sultan Xanish bilan nəvrisi Yunusxonni elib Türkistonga qaytib kelishi uning bu şirin tushini butunlay barbod qilib etdi. U Turpan taxtigohidagi amirlarning cho'ng xonzodani qayirib qo'yib, kichik xonzodani taxt varis qilib, taxtda o'ltirg'usini xiyoliga keltirmagan edi. Ol Moğoliston amirlarining bu qilg'ini yo'lsizlik, saltanat yo'siniga xilof dedi g'azabini besib ololmagan Amir Shayx Nuriddin chichangshib. Nədimi cho'ngini qayirib qo'yib kichkina taxtda o'ltirg'izgan ish bor ekan. Gerçi Əmdil 13 yaşdan aşqan bolsunmu, oqqarını obdallı farq etib qalğan Xanzadə Yunusxan Turpandakı əmirlərinin özünün o'rniga inisini, otisining taxtiga o'ltirg'izganligining sababini har holda yomon emas bilib qolgan edi. Shu topda u onasining hasratini, buvisining g'azabini tushunibdi. Mening taxtda o'ltirg'im, sulton bo'g'im yo'q. Dedi o chiroyini purishtirib. Ochiqini kimdan elishni bilmagan Amir Shayx Nuriddin navrisining oldiga devaylab keldi. Nemishqa sulton bo'g'ilari yo'q xonzodam. Bilib qo'ysizlar, Sili degan Mo'g'uliston sultonining cho'ng xonzodasi. Mo'g'uliston tasarrufi degan Silning qonunliq oti miros zimillari. O'ltirpan taxtigohida o'ltirish navbati Sildan oshsa, ondan boshqalarga nasib bo'lish kerak, qoida bo'yicha. Xonzoda tex kichik, saltanat ishlarini tushungichiligi yo'q ata. Dedi Dövlət Sultan Xanish ko'ziga liq yosh elib. Uni bundaq ayblamaslar. Elim shuncha uzoq yo'lni besib berib ketdi. Sil aralashmasinlar. Dedi Amir qizini silkib. Aslida xonning yana bir xonishidan xonzodasi borligini bilgandikin, aqllarini jo'rib ishning oldini elib, xonzodlar uchun valiahdlik yorliqini yozdirib olmoqlar kerak edi. O'zayili Turkiston kelganlarida bu ishni samlarga selib, alohida topilgan men. Xo'p bo'ldim endi. Ota nasihatiga quloq solmasa qandoq bo'ldi ekan? Dövlət Sultan Xanish dadisiga javob yondirish uchun og'zini o'mallab to'xtab qoldi. O'g'li Yunusxonga bir necha daqiqa qarab turgandan keyin ikki qizni agashtirganicha haramga onasining qeshig'i chiqib ketdi. Onasining orqasidan agishib mang'an Yunusxonga Amir Shayx Nuriddin qo'ydi. Silqib qaslar xonzodam. Cho'p-cho'ng yigit turuqliq validalarining peshiga eslab olib yurishdan nomus qislar. Yunusxon parvo qilmay onasini saroyning eshigi tugigacha uzitib chiqdi. Ondan yenib kelib buvisining udiliga kelib to'xtadi. Xonish onamni ortiqcha aybladilar olilari. Dedi Yunusxon salmoqlik bilan Amirni buva deb atmay ko'zlariga qarab turib. O'zlar u kuni Turpan o'rdasida bo'lgan qurultoyni bilmaydilar. Xonish onam tikandek yolg'iz qoldi. U o'zining emas, mening hayotimning xavf qilishidan ansirab, ul amirlarning qarorini qabul qilishga majbur bo'ldi. Kimning oti taxtiga varislik qilg'isi yo'q deydilar? Bas, ul toji taxt meningki. Men turib boshqalarning o'ltirish salohiyati asla yo'q edi. Boy onamning ko'nglini oyg'anliqim, yurak yorisini tatlab dard ustiga dard qo'shmay deganligim uchun ashundoq deb qo'ydim. O'zlariga va'da beray. Alloh xolisa otamning taxt saltanatini qo'limga olmay qo'ymayman. Navrisining so'zlari Amir Shayx Nuriddinga ozroq tasalli bo'ldi. Uni ortiqcha ayblab qo'yg'iniga pushaymon qildi. Nazarini topsida qo'l bog'lab turgan enisi bilan sarkardasiga yo'tkidi. Xo'sh, ikkalarining qo'llarida bir tuman otliq chavandozlar turuqliq. Ul Mo'g'uliston amirlarining qaroriga xo'sh-xo'sh aytib, hech qanday ish davratmayli xonish bilan xonzodani elib, yenishlarining sababini bilib baqsam bo'lamdi. Biz bexastalik qildik oliylar, dedi İrazan Barın. Ul Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bilan Amir Kabir Saydali olibning suiqasdini xiyolimizga keltirmabdimiz. Cho'ng xonzodaning oti taxtiga varislik qilishiga hech kim bilan deyanmaydi deb to'limi yuza o'ylabdik. Ularning suiqasdi oshkor bo'lganda ko'p tirishchilik ko'rsatgan bo'lsak-mu, yana amonsiz qoldik. Dedi Mirək Türkmen. Bu chaqda sarkardlashganlarimiz sirtda, biz o'rdida bo'lganligimiz,
Onun üstü xanish bilan xonzodaning hayotidan voyim yeganligimiz uchun qaramliq qilishga petinolmadik. Behuda qirg'inchilik sabab bo'lib, xonish bilan xonzodan balog'i tiqib qo'yib, sarkard lashkarlarimizdan ayrilib qolganimizni ko'ra, tinch aman Turkistonga qaytib kelib, oliylar bilan bamaslahat ish qilayli dedik. O'rinliq sabab oldida Amir Shayx Nuriddin lom-jim deyolmadi. Ish bu darajaga yetganda ularni ayblashning hojati qolmagan edi. Shundoq qilib, endi bu ishlarni bo'ldi qildik-da, dedi Amir Shayx Nuriddin hasratlangan holda. Bilamsizlar, ularning bu qilg'ini bizni ko'zga ilmag'anlik. Turkiston saltanatiga qilingan haqorat sukut qilsak hargiz bo'lmaydi. Albatta bizmi sukut qilolmaymiz, dedi Irazan Barin. Barliq Turkiston lashkarlarini ixtiyorimga topshirsalar oliylar. Mo'g'ulistonga rasmiy lashkar tatayli. U insofsizlardan xonzodaning taxtini so'yib olayli. Amir Shayx Nuriddin yolq etib enasining ko'ziga qaradi. Sultaqda, dedi Irazan Barin so'zini davomlashtirib. Turpan taxtigohi bizdan butunlay xotirjamdir. Amir Kabir Saydali olibning Asiyodagi Qashqarni qaytirib elishdi. Bizning lashkar tortib berishimizni ular zinhor xiyoliga keltirmaydi. Lashkar tortib olsak, Turpan taxtigohini qo'limizga ololmagan taqdirda Mo'g'uliston tasarrufining yerimini bo'lsa xonzodaga tavba qila olishimizda gap yo'q. Dedim Mirah Turkman lashkar tortishni qo'llab. Navoda bu muddaimizda Mirza Ulug'bek oliylarini xabarlantirsak, uzundan beri zimin da'vosi qilib kelgan raqiblarni ko'zdan yo'qotish uchun bo'lsa bizni qo'llashi, hatto Qashqarni saqlab yotgan sarkarda lashkarlarning biz bilan ko'maklashishga buyurishi mumkin. Mirza Ulug'bekning ismini anglab, Amir Shayx Nuriddinning qallasida pallada bir aql keldi. Shu topda Mo'g'ulistonga lashkar tortib berib, nusrat qozonishga uning ishonchi yo'q edi. Bu sabab bilan dushmanni ishga qilib olishni, qudratli ikki xonlikning o'ttirisida qopsilib qilishni xohlamaydi. Navoda shundoq bo'lib qolsa, uning toji taxti yoki Mavara Nahir hokimiyati tarafidan yoki Buyuk Mo'g'uliston hokimiyati tarafidan vayron qilinadi. Har ikki elga tang taqobil turishga uning mag'duri yetmaydi. Mirza Ulug'bek uning Mo'g'ulistonga lashkar tortganini bilib qolsa, darhol Turkistonga lashkar tortib kelishi mumkin edi. Necha yildan beri itoat qilishdan bosh tortib, o'lpon topshirmaganligi sababli Mirza Ulug'bek uning uchun eng xatarli raqib edi. Hozirgi eng ablik chora o'sha kuchli ikki elning o'ttirisiga so'g'uqchilik selish, urush o'tini ularga tutashtirib, oradan naf elish edi. Chunki qaysi taraf g'alaba qilsa, Amir Shayx Nuriddin o'xshashli foyda oladi. Navoda Mirza Ulug'bek g'alaba qilsa, istilasini uzoq muddat davomlashtirish uchun Mo'g'uliston taxtiga cho'qim xonzoda Yunusxonni o'ltirg'izib qo'yadi. Buning uchun u Mirza Ulug'bekka tavallik bildirib, vaqti qaralida o'lpon topshirib tursili bo'ladi. Navoda Mo'g'uliston taraf g'alaba qilib qolsa, ulardan navrisiga tasarruf zimin berishni bemalol talab qila oladi. U chog'da Mo'g'ulistonliklarning marhum xonning bu cho'ng xonzodasini hokimiyatsiz qoldirishga yuzi chidamaydi-da, tabiiy holda navrisi xonzoda Yunusxonga Mavara Nahirning taxtida o'ldirish nasib bo'ladi. O'zi bo'lsa faqat ziyon topmaydi. Mushularni chaqmoq tezligida xiyoldan o'tkazgan Amir Shayx Nuriddin chanqab holidan ketgan odam bir hijri so'g'uq erishgandek ruhlandi. Ikki sarkardasiga o'ylaganlarini meg'izlik qilib tushundirdi. Rostumli Mirza Ulug'bekning yordam talab qilamizmi oliylari? So'radi Irazan Barin toza ishonch qilolmay. Albatta, dedi Amir Shayx Nuriddin o'ziga ishongan holda. U ikki elning o'ttirisida 10 necha yildan beri Qashqarni talishib bir necha qatim yog'i bo'ldi. Marhum Jannat makon Sulton Uvaysxon oliylarining o'limi bilan bu adovat texmi kuchaydi. Hamimcha Mirza Ulug'bek Mo'g'ulistonga lashkar tortqusi bo'lsa-mu, biror o'rinliq bahona topolmay turib qolgan bo'lishi mumkin. Xonzoda Yunusxon Samarqandga berib, otasining taxt saltanatini elib berishni iltimos qilsa, Mirza Ulug'bek qarab turmasligi mumkin. Onun sizmi hozir uning Qashqarda 2 tuman lashkari bor. Samarqanddan lashkar yo'tkamaymi bu lashkari yurishning uddasidan chiqa oladi. Bu bahona Mirza Ulug'bek uchun tepilg'usiz fursat. Amir navrisi Yunusxonga qarab so'radi. Qanday xonzodam,
Samarqandga berib Mirza Ulug'bekdan yordam so'rashga rag'batlari bormi? Bayatın beri ularning mulohizalarini bir chetda jimjit o'tirib anglagan Yunusxon o'ylanib turmayla javob berdi. Buningdan bo'lak yaxshiroq amalmi yo'qdek qiladi. Mayli, urinib ko'ray. Mirza Ulug'bekning yordamiga erishib qolsam ajab emas. Xonzoda Yunusxonga og'zidan chiqarmay, hech kimga bilindirmay turgan bilan otasining toji taxtiga inisining varislik qilishi qattiq qor kelgan edi. Bo'libmi Turpandan Turkistonga kelguncha onasining unsiz yosh to'kishi, hasratlik uftadishi uning sabiy yurakini par-par qilib etgan, toji taxtni qaytarib olish irodasini hassilab oshirgan edi. Onasining dardiga darmon bo'lolmaganligi, vatanidan, toji taxtidan nohaq ayrilishga majbur bo'lganligi, otasining eng ishonchli amirlarining yo'lsizligi, yuzsizligi g'ururiga qattiq tekkan edi. Gerçi yol bo'yi onasi bilan bu to'g'riliq paranglashmagan bo'lsa-mu, kunlarning birida Mo'g'ulistonga qaytib berib, toji taxtni qo'lga olishni ko'ngliga pukkan edi. Uning sabiy yurakida paydo bo'lishga boshlagan toji taxt vasvasasi, adovat, qisosxo'rlik o'tlariga tuturuq bo'lib o'tadi. Irodasini kuchaytirib shundoq 7-8 yosh vaqtidan tortib jonbozlik mahoratini emas, hisob, til adabiyot, qonun, lashkariy ishlar, hokimiyat boshqarish, ilmiy riyozat va ilmiy tajvid qatorliq ilmlarni ko'ngil qo'yib o'rgangan Xonzoda Yunusxonning o'ziga xos xarakter, qarashlari shakllanishga boshlagan edi. Ilmiy tajvid degani qiroat ilmi deb izohatda. U otasiga Saydali olibga bak mahalas qiladi. Cho'ng bo'lganda cho'qim ashuladek odam bo'lishni orzu qiladi. Afsus, otasi Sulton Uvaysxon vaqtsiz qazo qilib ketdi. Eng ishongan, eng suyimli kishisi Saydali olib bo'lsa, qarab turibla yuzsizlik qildi. U Saydali olibning yuzsizligini ko'ngliga faqat sig'dira olmadi. Taqdirning ochiq rahimsiz bu chaqchiqidan tengirqidi, hasratlandi. Inson xarakterining turaqsizligini, eng yaqin kishilarning foyda manfaat, huquq martaba oldida o'ynab ketadiganligini, vafo sadoqatini yo'qotadiganligini, hayotning to'liq rahimsizligini tunji qatim his qildi. Ana o'sha his tuyg'ular uni ham jimg'ur, ham g'ayratli qilib qo'ygan edi. Yo'l bo'yi har qanday badal to'lab bo'lsa-mu, Mo'g'uliston saltanatini qo'lga olishga qasam qilgan edi. Yaqin 8-10 yildan beri Samarqand taxtigohiga topshiriq tegishli o'lpanni topshirmay keldik. Dedim rektorman ko'ngildan kechgan gumonni yo'shirmay. Amdilikda Xonzoda oliylarni yordam talab qilishga avassak, Mirza Ulug'bek nima deb qolur? Qo'llisiga kelgan aqldan voz kechgisi kelmagan Amir Shayx Nuriddin sarkardasining bu gapiga ancha e'tibor qilib ketmadi. Xonzoda ul dargohga hozircha 2 yillik o'lpan bilan so'g'ib pishkashlarni elib bag'ay. Qolg'iniga Mirza Ulug'bek oliylariga o'z qo'lim bilan maktub bitib berman. Buningdan boshqa Mirza Ulug'bek bilan o'ttirimizda qudubachilik munosabat bor. Amir Shayx Nuriddin inisi Irazan baringa loppida qarab qo'yib gapini davomlashtirdi. O'zayli malikalarni Mirza Ulug'bekning cho'ng xonzodasi Abdullatif Mirzaga avatib berganlarida o'rinsiz qo'ygan ekanman. Endi bu ishni yaxshilikqa tavsif deb qolsa ajab emas. Malika nimali bo'lmasin xonzodaga egichi bo'ladi. Sil xonzodan billa ibbosla Mirza Ulug'bek yuzlarini qilmay qolmas. Allah xolasa maqsad muddaimizga kam kuchsiz yetkaymiz. Irazan barin Mirza Ulug'bekning oldiga berishni xohlamadimi yoki Mirza Ulug'bekning cho'ng xonzodasi bo'lgan kuyovlig'i yolvorishini or oldimi, beshini tuvan soldi. Eng yaxshisi yana Mo'g'ulistonga lashkar topqinimiz tuzuk edi, oliylar. Amir Shayx Nuriddin inisi Irazan barini qo'pollik bilan silkivatdi. Gap bir quloq ishki, endi zinhor orsaldi bo'lmasinlar. Shahnishinni so'g'uq timtasliq bosdi. Xonzoda Yunusxonning Irazan Mirzani qo'llag'usi, vataniga lashkar tortib bag'usi, toji taxtini Mirza Ulug'bekning qo'li bilan emas, o'zining jasoratiga tayinib
mərtlik bilan tatuvaqsı var idi. Amma buvisining alpoziga qarab yeling'isi kelmadi. Shu topda uning vujudida enisining qo'lidan toji taxtni tezroq tortib olish orzusi hukmron edi. Xuddi boshqalarga totqizib qo'ygan o'yinchiqini qaytarib olishga oldirgan kichik boladek. Uningdan cho'nqirlab o'ylag'idek hafsilsi yo'q edi. 3 haftadan keyin Xonzoda Yunusxon buvisi va onasi bilan xo'shlashib, Erazon Borim bilan Mirak Turkmanning hamrohligida Turpandan ayrilgan chaqda o'ziga agashgan 3000 ga yaqin vatandishini agashtirib Samarqandga qarab yo'lga chiqdi. Onunğa agashgan bu 3000 odamning hammasi ordudagi taxt varisini belgilash uchun chaqirilgan qurultayda Xonzoda Yunusxonning taxtga chiqishini qo'llab, Saydali olib bilan munozirlashgan bir necha amirning navkarlari, oila tavobatlari va yaqin urug' tuqqanlari edi. Amir Shayx Nuriddin Mirza Ulug'bekni ta'sirlantirib, hesdoshligini qo'zg'ash uchun bu musofirlarni Xonzoda Yunusxon bilan Samarqandga bilib berishga buyurgan edi. Ularning Turkistondan ayrilib Mavara-un-Nahr tavasiga rasmiy qadam bosgandan keyin yo'l yurishi to'liq asta bo'ldi. Chunki ular yo'l ustidagi tuman darajalik baglar bilan, shahar viloyat amirlari bilan ko'rishib, Samarqandga berish muddasini tushuntirib, yo'l xetiga tomg'a bostirib menishi shart edi. Albatta, yo'l xetiga har bir tomg'a bostirganda oz to'ladan rasmiyat haqqi, so'g'ib pishkash topshirmay bo'lmaydi. Shu sababdan ularning elib olgan yo'l xarajati yarim yo'ldala butunlay tugadi. Safarning keyingi yarmini ular o'z bisotidagi mol-mulklarini xarajat qilib davomlashtirishga to'g'ri keldi. Necha o'nlagan qichiri to'gilarga ortilgan, Mirza Ulug'bek huzuriga elib mengilgan o'lpallarga cheqilg'ili bo'lmaydi. Taxt, terilar, toylar bilan oltin, kumush, javohiratlar qachilangan sanduqlar quluplari bilan pechatlab etilgan edi. 3000 ga yaqin odamning 3 vaqtlik oziq-to'likini hal qilish to'liq qiyinga tushyotdi. Samarqandga berishni xohlab ketmagan Erazon Borim ishini ichiga tiqib olgan edi. Sizlarning navri egichilari bo'lmish qizimni Mirza Ulug'bekning cho'ng xonzodasiga yotliq qilgani bilan uning cho'ng og'chilik salohiyati yo'qdir. Dayti Erazon Borim Yunusxonga holdatlab. Uning ustiga kuyovul bo'lmish Abdullatif Mirza Qo'ypayning toyini yo'q bir xonzodadir. Qizimning bu to'y ishi og'cham Samarqandga tuqqan yo'qlab borgan chig'da Abdullatif Mirzaning qizimga ko'z tushib qilishi bilan majburan vujudga chiqqan. Ta hozirgacha Mirza Ulug'bek bizni quda o'rinda ko'rib boqmadi. Balkim bu dövrem ko'rishsakmi qudliq munosabatimizga ancha rioya qilib ketmasligi mumkin. Yunusxon lam-jim demaydi. O'ziga hamroh bo'lib mangan ona taraf tog'isi Erazon Borimdan cho'ng umid kutmaydi. Faqat Mo'g'uliston taxtini qo'lga olish uchun Mirza Ulug'bekning yordamiga tayanmasa, bu katta ishni vujudga chiqarib bo'lmaydiganligini tushunib yetgan edi. Shunga Mirza Ulug'bek bilan ko'rishganda, uning bilan qanday yuzunda ko'rishish, qanday tarzda so'zlashish, nima deyish haqida bosh qotiradi. Demakchi bo'lgan gaplarni ko'nglida pishirib olishga tirishadi. Yunusxon hamrohlar bilan ana oshundoq jafoliq yo'l besib Samarqand shahrining bo'sug'isiga bir to'g'ram nonga zor bo'lgan holatda orom yetib keldi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.